Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda Open Pack videosi. Bizga yangi yo'nalish keldi, Vada Iplame degan. U yerda Maradona Pelega qarshi deb hisoblasak bo'ladi. Mana akalar, o'zimni sostavimga legenda Luka Modrichni olaman hozir. SP Real Madrid Luka Modric sostavimga xush kelibsan. Legenda. Let's go. Va bizning birinchi pakimiz bugunga ligadagi birinchi levelga beriladigan pak. 103 dan 109 gacha. Xo'p, let's go unda boshladik akalar biza. Argentina. Elzi va Tagliafico Brustor. Xo'p, bo'pti. Bu hali boshlangich nabor edi. Keyingilarida bizni nimalar kutyapti? O'shani hozir biz sizlar bilan bilib olamiz. Xo'p, izbranniga 3000 talik pak, 104 dan 109 gacha qilishibdi. Bu juda ham zo'r va hamda shanslari ham ancha kattaroq. Umid qilamizki, bu yerdan hammamizga yaxshi o'yinchi tushadi. Xo'p, va unda ochdim. Yana Argentina. Siz Marcel Ballerdi. Xo'p, Brus 5. Hech bo'lmasa Brus 5 tushsa ham yaxshi akalar, chunki ular hech bo'lmasa 30 ta jetonga almashadi. Xo'p, endi navbat. Kelinglar, bitta 2500 ta olmoslik pak ochib ko'ramiz. Bitta akalar, bitta. Chunki bularda uncha yaxshi o'yinchi tushib turmaydi. Bulardan ko'proq ochsanglar, 10 ta ochsanglar tushishi mumkin. Xo'p, yo'q. Men nima dedim hozir sizlarga akalar? Bu yerdan muncha o'yinchilar tushib turmaydi yaxshi. Xo'p, endi akalar biz obmendan ochamiz. Obmenda bizda jetonlar bor. Liga jetonlari 48 ta. Birma-bir ochamiz 10 talikdan. Vay, Italiya, SDM, Newcastle, Tonali. O'zini paytida juda ham zo'r karta edi. Hozir 109 lik kelgani uchun u hozir bo'lmaydi. Okalar, bu pak ochib o'tirishni uncha maslahat bermayman. Qanaqa yo'nalish bu? Molniya ekan akalar, Molniya. Nimaga Volkout'ni o'zgartirishdi buni? Xo'p, uchinchisi. Kodnion yaxshi o'yinchi bo'lishi mumkin. Braziliya, Sap, Kumir. Sokrates, Bruziki. Bo'lmadi. Xo'p, endi akalar hozir olmoslarni olamiz 10 taga. 10 taga olmos olamizda. Akalar, hali divizionga hali kelmadi paklar, lekin qisliqmanglar, albatta keladi. Sal keyinroq soat 12larga qarab, O'zbekiston vaqti bilan soat 12larga qarab. Xo'p. Endi chempionlar naborini ochib ko'ramizmikan? Bitta. Xo'p, bilmayapman akalar, bilmayapman. Nima ochishni bilmayapman. 5000 talik ham bor. Mayli akalar, bitta ochamiz sizlar uchun, mana bitta ochaman. Iltimos FIFA yaxshi o'yinchi ber. Iloji bo'lsa Tots. Tots yaxshi, Fransiya.
Livi, Barkala, iltimos, Due bermagin endi. Due bermagin desam, Due beryapti akalar. Barkala bermagin desam, Barkalani berarmikan a? Xo'p, jetonga almashtiramiz. Bizga kerak emas bo'lganlarni. Bizga kerak bo'lganlarni qoldiramiz akalar, chunki menga jeton albatta kerak. Hammaga kerak jeton. Xo'p, endi yana Dofremi ochib ko'ramiz akalar, chunki yangi extra time paklari kelgan. Ulardan hech bo'lmasa bitta ochib ko'ramiz, bitta. Yangisida akalar, sizlarga maslahatim 10 mingtalik ochmanglar. Chunki u yerda sotilmaydigan hamda 105 dan 108 gacha. U o'yinchilarni hech qayerga ketkiza olmaysizlar. Men buni ochsanglar, mana bu yerda jeton ham beradi, ham sotiladigan o'yinchi tushishi ham mumkin. Yaxshiroq. Xo'p, mana ochdik. Mana nima dedim, hech bo'lmasa mana kvadrada olsanglar ham sotiladi bu, lekin men bu yerdan jeton olaman. Bu jeton ham yaxshi foyda beradi keyinchalik. Va qolgan o'yinchilarni ham jetonga tiksak, mana bizda 70 ta bo'lar ekan akalar, 70 ta. 75 ta, xo'p. Bu yerdan ham olib qo'yamiz jetonlarni. Ana akalar. Va endi biz keyingi akkauntga yo'l olamiz. Let's go! Mana ikkinchi akkauntga ham o'tdik. Bu yerda 14 mingta olmos bor. Birinchi pak bu ligadan bo'ladi. Bu akkauntda o'zim ligamda emasman, lekin bugun hamma o'zim akkauntlarim o'zim ligamga o'tadi. Qani davay. Yaxshi o'yinchi iltimos. Argentina, xo'p. Sizni Manchester United yaxshi. Martinez 106 yaxshi. Yaxshi akalar, yaxshi. Bu yaxshi. Hozir bu yaxshi berdi. Xo'p, endi srazu magazinda ochamiz, magazin. Xo'p, magazinda qanaqa o'yinchilar bor ekan? Xo'sh, srazu 3000 talik ochamiz, izbirniga otib. Bu paklar turibdi. Nimagadir u tots o'tib ketgan bo'lsa ham bu paklar hali turibdi. Xo'p, mana 3000 talik pak. Iltimos Pele, Cannavaro, Maradonalarni bergin menga. U totsda bitta ham 109 o'yinchi ushamadim desam ham bo'ladi akalar. Xo'p, Argentina PV, Elze, Leon, Tagliafico, Brustor, minimalka. Essiz. Nimaga minimalka beradi? Nimaga? Xo'p, chempionlarni nabori menga nimagadir shuni ochgim kelaveradi akalar, nimagadir. Kelinglar bitta-bittani ochsa yaxshi o'yinchi tusharmikan? Bitta-bittani ochsa. Xo'p, tots Fransiya, Livi, Barkala iltimos. Barkala. Due. Nima qilsam menga Due tushmaydi, nima qilsam? Xo'p, ikkinchisi darrov ketdi. Zolotoy мяч, Italiya. Darvozabon 102, voy. Hamda uchinchisi qoldi akalar, uchinchisidan yaxshi o'yinchi bergin FIFA, iltimos. Xo'p, tots. Yanami? Yana Duemi? Yana Due. Yana Due. Menga Duedan boshqa o'yinchi tushmaydi bu hayotda. Xo'p,
Ну, endi bu akkaunt chista okalar pak ochish bo'lgani uchun man sizlarga hozir dokazat qilaman. Extra time'da 10,000 talik pakni ochmaslikni. Hozir ko'rasizlar. Bu yerdan hech qachon yaxshi o'yinchi bermaydi. Tim bolli u yerda 109 o'yinchi umuman yo'q. 105 dan 108 ga qilingan. 105 dan 108 kimga kerak okalar? Kimga kerak? Menga aytinglar-da, kimga kerak? Xo'p. Mana nima dedim? Hozir men nima dedim? Faqat bu yerda sal ko'proq jeton berdi, lekin men nima dedim? O'tda bundan ikkita ocha olasizlar okalar. Lekin u yerda sotiladigan bo'ladi. Sotilmaydigan emas, sotiladigan bo'ladi. Xo'p, 100 ta jeton bizni akkauntimizni sal-pal ko'paytirib turibdi. 100 ta jeton. Mana bu akkaunt. Ha, okalar, shu akkaunt mana God Anthony, Nicholas Jackson zaminda. Xo'p, bu yerda men Peleni tanlayman. Okalar, bu yo'nalishni ham sal sizlarga aytib o'taman hozir. Ha, bularni o'ynaysizlar okalar, bularni Division Rivals o'ynaysizlar, keyin ularga sal qo'shiladi. Bu yerda esa okalar, bu yerda hozir galereyani birinchi ko'raylik-da, birinchi. Mana bu o'yinchilar, ularni jeton yig'ib olsa bo'ladi. Eksklyuzivniy komanda o'zingizlar tanlagan o'yinchi bo'ladi. Eng boshida Maradona yoki Pele deydi. Men Pele tanladim, shuning uchun menga Pele chiqdi. Ha, bularni o'ynash uchun jeton kerak. Jetonni esa Master Naukov deganda, men bu pastdagi 5 ni bosasizlar va mana men bularni hammasini o'ynab, mana bunaqa jetonlarni yig'ib, barchasini keyin nagradaga o'tib men bularni ochasizlar, mana shu turgan kartalarni ochasizlar. Keyin sizlarga bilet beradi. Biletlarni esa bu yerga ketkazasizlar. Mana hammasini biletga ochiladi. Va bu yerda Maldini yoki Zanettini ikkalasidan bittasini tanlab olishinglar mumkin. Men lekin chista legenda bo'lgani uchun, ko'proq legendarniy o'yinchi bo'lgani uchun Zanettini tanlayman. Xo'p, keyingi akkauntga ketdi. Va 3-akkauntga marhamat okalar. 3-akkauntdan ham olmos bor, pak bor. Bu akkauntni ko'pchilik endi bilmaydi, chunki bu ukamda turgandi. Hozir endi men bu akkauntni oldim. Open Pack videosiga. Xo'p, darunda sizlarga bir nimani aytaman. Eng birinchi bo'lib men bu akkauntda legendani, ya'ni Luka Modrichni olaman. Hozir sostavimga Luka Modrichni olaman. Bu sostavga Luka Modrich nimaga kerak deb so'raydiganlar bor. Paklar yana ko'paydimi? Boya 3 deydi, hozir yana ko'payib ketdi paklar. Mayli. Mana okalar, Luka Modrich baribir legenda. Endi bu Luka Modrichni Real Madrid formasida turgan kartasi boshqa chiqmasligi mumkin, chunki Luka Modrich Inter Milanga o'tib ketdi. Mana legenda, baribir legenda. U bizning sostavimizdan albatta joy olishi kerak. Bular hali chiqmadi. Va uni hozir biz kuchaytiramiz albatta. Hozir akalar, biz darhol sxemani o'zgartiramiz 3 ta SPga. Mana. Va endi McTominayni zaminga qo'yib, Luka Modrichni основной sostavga qo'yamiz. Shunday qilib bizda Luka Modrich bor. Uni hozir kuchaytiramiz endi. Xo'p, Luka Modrich baribir legenda okalar. Luka Modrich
Real Madrid kapitani edi, endi Milan kapitani bo'lishi mumkin. Chunki u Milanga o'tib bo'ldi. Legenda. Yana Realda qolsa bo'lmasmidi? Bitta sezonga. Luka Modric o'zini trivella paslar bilan juda ham mashhur, lekin o'yinimizda pas uncha kerak emas. Bdительность kerak, chunki bu hamma narsani qo'shib beradi. Ham pas, ham fiz, ham o'yinni ko'rib bilish qobiliyatini beradi. Vidение degan narsa bu o'yinni ko'rib bilish. Okelab, yana u tots paklari ko'paydi. U paklar qachongacha turar ekan? Bir kunmi yana? Xo'p, biz unda buni ochamiz, okalar. Cannavaro, Pele, Maradonani bermayapti FIFA o'zman. So'rayverib charchab ketdim, to'g'risi. Xo'sh, bu kim? Angliya. PP. Chelsea. Xo'sh, kim bu? Madueke. Brewster minimalka. Minimalka akalar, minimalka. Xo'p, endi akalar 2500 tali ochamiz bu yerda. Ikkita ochsa yaxshiroq o'yinchi bersa-yu akalar hozir. Ikkita ochib ko'ramiz. Davay, yaxshiroq o'yinchi Italiya. Sab, Roma. Pellegrini Bruzbesh. Yaxshi akalar, yaxshi mana berdi. Va nihoyat berdi yaxshi o'yinchi. Endi akalar, bu akkauntimda extra time ochishga jeton bormi ekan? Hozir biz obmendan bilib olamiz. Xo'sh, lekin undan oldin biz ligadan pak ochish esimizdan chiqibdi. Uni ochib olamiz. Xo'p, bu meni ligam akalar. Bemalol bunga qo'shilsanglar bo'ladi. Va kim tushar ekan menga? Kim? Xo'sh, sidimi Milan? Brewster Musah. Xo'p, endi obmendan ko'ramiz hozir. Xo'p, mana obmendan bu o'yinchilarni bersak, bizga 60 ta berar ekan. Xo'p, shoshmay tursinchi. Akalar, bizda qancha bor ekan jeton? Extra time jetoni. Xo'p. Qani extra time'ga bir kiraylikchi, qancha bor ekan bizda jeton? Jetonchala. Xo'p, событие. Ежедневный выбор. Xo'sh. Bu yerda bepul. 19 ming ta akalar. Vashshe zo'r. Xo'p, 10 ming taga ketdi birinchi pak. Mana akalar, ne stoyt-da bu, ne stoyt? 50 tani olaman shekilli. Xo'p, hozir menga 1000 ta yetmayotganda, yana pak ochishimga. Hozir 50 ta jetonni olib boshda, keyin boshqa 5000 talik pakga o'tamiz. 5000 talik pakdan yaxshi o'yinchi berib qolsa-ya, 10 mingtadan yaxshiroq o'yinchi berib qolsa akalar, men faqat 5000 talik ochishga harakat qilaman. Chunki 10 ming talik akalar mana nima beryapti. Sotilmaydi-da bu, sotilmaydi. Jeton ham 50 ta. Hech bo'lmasa 100 ta bersaydi shunga. Xo'p, 5000 talikdan kim tushar ekan? Turam sotiladigan turam. Salkam hammasi bulardan 106 larni 400 mingdan tepa turadi. Voy, yaxshi. Ikkinchisi.
Oo! 60 ta jeton. Okalar, men nima dedim? Bu pak zo'r. Bu pak ancha zo'r. 10 mingtalikdan ancha yaxshiroq. Va biz hozir darhol cho'ramni sotishga harakat qilamiz. Agarda sotilsa, biz yana 80 milliontaga pak ochamiz. Vay! Walkout bir ko'ring. Mazza akalar, sotiladigan o'yinchi tushsa vashshe mazza. 106 cho'ram, 454 million. Okalar, men nima dedim sizlarga? 5 mingtalikdan ochinglar. 10 mingtalik ne stoyit ochishga. Lekin bu zaявkasi ko'p ekan sotishga. Xo'p, balkim sotilib qolar. Sotilib qolsa juda yaxshi men uchun. Xo'p, endi obmenda bizda уже qancha jeton bo'lar ekan? Qancha jeton bo'lar ekan bizda? Hozir obmenda bir ko'ringlikchi. 5 mingtadan 60 ta jeton, 10 mingtadan 50 ta jeton tushdi. Ha, bu yerda ham 50 ta ekan. Общий qancha bo'ldi? 160 ta, birinchi kunidan 160 ta jeton okalar. Вообще нереал. Bu paklar ham xo'p, bizda paklarni sal ko'rsanishini o'zgartirishibdi. 101 plus deb. Avval 101, 109 deb ko'rsatilardi. Bular ham 104 dan 109 gacha deb ko'rsatilardi barchasi. Hozir nimagadir pastroq ko'rsatyapti. 103 plus, 104 plus deb ko'rsatilyapti. Bu nima ekan bu? Ha, bu faqat bitta yo'nalishdagi o'yinchilar ekan. Men vodi. Xo'p. Ana shunaqa paklar ham bor ekan o'yinimizda. Xo'p akalar, unda bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosamiz, podpiska bo'lamiz hamda kommentariyada sizga qanaqangi o'yinchilar tushdi yangi yo'nalishda. Bo'pti unda akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan men xayrlashaman. Xayr azizlar.